Assalomu alaykum yaxshilar. Sizga hamisha quvonchli onlarni sog'inib qoluvchi loyihamiz Sog'lom hayot dasturi efirda. Biz faqatgina salomatlik va xursandchilik haqida gaplashish maqsadida Monodomo shifo klinikasiga tashrif buyurdik. Aziz teletomoshabinlar, sizning savollaringizga batafsil javob olish maqsadida Omon Hajayevning shogirdlari Jo'rabek Erkinovichga murojaat qilamiz. Jo'rabek aka, bu galgi loyihamiz orqali gonortroz kasalligi haqida bizga batafsil ma'lumot bersangiz, marhamat. Gonortroz kasalligi bu tizza bo'g'imining deformatsiyalashgan artrozi, bu kasallikni ta'rifi. Bunda asosan zararlanish mana shu bo'g'imni hosil qilgan yumshoq to'qimalar, ya'ni uning tog'aylar qismida birinchi zararlanish bilan boshlanib, sekin-asta suyak strukturasiga ham patologik jarayonlar tarqalishi mumkin. Kasallik asosan 4 bosqichda klinik kechishi, o'sha rentgenologik holatda ham 4 bosqichda kechadi. Kasallikda yana bir necha xalq orasida nomlari yo mana shu fanda nomlari bor. Bu deformatsiyalovchi artroz, yo tizza bo'g'imi osteoartrozi, artrozoartrit, gipertrofiyalangan artrit, shunaqa bir nechta turlari ham aytiladi. Umumiy qilib bu gonortroz. Demak, gonortroz tizza bo'g'imidagi tog'ay qismining degenerativ distrofik zararlanishi natijasida bo'g'imning amortizatsiya xususiyatining yo'qolib borishiga aytiladi. Bu gonortroz. Kasallikda davolashda asosan konservativ va operativ yo'llardan foydalaniladi. 4 bosqichda kechadi deyapmiz. Birinchi, ikkinchi bosqichda asosan konservativ davo choralari samara beradi. Umuman mana shu aholida O'zbekiston bo'yicha oladigan bo'lsak, bu gonortroz kasalligi 50 yoshdan oshgan aholini 50% da uchraydi. 60 yoshdan oshganlarda 70%, 70 yoshdan oshganlarda 80%, 80 yoshdan oshganlarda 90% gacha gonortroz, tizza bo'g'imidagi muammolar uchrashi mumkin. Yuqorida aytganimizdek, birinchi, ikkinchi bosqichini jarrohlik amaliyotsiz davolash mumkin. Ba'zi holatlarda ikkinchi, uchinchi daraja holati oraliqda bo'lsa ham jarrohlik amaliyotiga ko'rsatma bo'lishi mumkin, qachongi mana shu konservativ davo choralari samara bermaganda. Lekin 3-chi, 4-chi yo butunlay 4-bosqichga o'tganda 80-90% holatda bu baribir boshqa qarshi ko'rsatmalarni hisobga olgan holatda jarrohlik amaliyotiga ko'rsatma bor. Bemorlar gonortroz kasalligida asosan shu tizza bo'g'imini harakat chegaralanishi hamda bo'g'imdagi og'riqqa shikoyat qilishadi. Gonortroz kasalligida og'riqlar asosan jismoniy faollik bilan kuchayib, jismoniy faollik to'xtasa, og'riq ham sekin-asta pasayishi mumkin. Mana 3-bosqichga o'tganda bo'g'imning orasidagi yumshoq to'qimalar butunlay yemirilib, suyak po'stlog'ida o'zgarishlar bo'la boshlaydi, ya'ni kalsiyli mayda tog'chalar, bu osteofitlar deymiz, kalsiyli tuzli do'ngliklar. Mana shu natijasida bo'g'imning shakli o'zgarishlari, bo'g'imdagi harakatlar butunlayiga chegaralanib, ikkita suyak bir-biriga oraliq masofasi yopisha boshlaydi. Buni hisobidan bemor uzoq masofalarga yurishga qiynalib qoladi, qo'liga ortiqcha yuk ko'tarib yurish qiyin bo'ladi. Ba'zi holatlarda bemor xayolida, misol uchun 20 qadam joygacha borib bilaman, o'sha yerga bora olsam bo'ldi deydi, u yog'iga o'ta olmaydi, o'tirish kerak. Ba'zi holatlarda mana shu og'riq tinch holatda ham paydo bo'lishi mumkin. Mana shu gonortroz kasalligida bu bo'g'imda yallig'lanish jarayoni qo'shilsagina kuchayib ketishi mumkin. Bizning klinikamizda birinchi, ikkinchi bosqichda bemor bizga murojaat qilib kelsa, biz kafolat beramiz davolashga. Kasallik ildiz yoyib chuqurlashgan holatda 3-chi yo 3-chi, 4-chi darajaga kelganda biz bemorni o'zini roziligi bilan mana shu fizioterapiya usulida zamonaviy apparatlar bilan davolashga yordam berishimiz mumkin. Biz mana shu klinika rahbariyati jamoamiz bilan kelishgan holatda yangiliklar qilib turishga harakat qilamiz. Misol uchun qaysidir oyda chegirmali aksiyalar. Mana hozir yana shunaqa nimalardan har haftaning juma kunini konsultatsiyalarni shu mutlaqo bepul kardiolog, nevropatolog yo bemorlar kelsa mutlaqo bepul ko'riklarni tashkil qildik. Kimda agar mana shu shikoyatlar qiynayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishlari mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar. O'zingizni tanishtiring. Men Qodirova Fatima, Tojikistondan. Kelganimga 10 kun bo'ldi. Yaxshi tabobat oldim. Mana yurolmadim, endi yuraman. Xudoga shukr, rahmat shu doktorlarga. 10 kun avval kelganingizda yura olmayotganmidingiz? Ha, yura olmayotgandim. Yurishim qiyin edi. Hozir kun yaxshi yuraman. Nima bezovta qilardi va necha yildan beri? 20 yildan beri bezovta qiladi, Grижedisk. Hozir operatsiyaga bo'ldim. Operatsiyada keyin yaxshi yurdim. Hozir yana og'riqli kuchaygan.
Necha yil avval operatsiya bo'lgansiz? 2 yil. 2 yil avval jarrohlik amaliyotini o'tkazdingiz va yana og'riqlar bezovta qila boshladi. Yurolmay qoldim yana. Chap oyoq yurolmay. Nima bo'lgan ekan? Yana qaytadan disk churrasi o'sib chiqibdimi? 3-inchisi qolganda katta bo'libdi yana. Yana bo'yinda paydo bo'lgan. Shularning hammasini Hozir davolandingiz. Davolandim 10 kunda. Hozir Xudoga shukr. Rahmat doktorlarga yaxshi. Sharoitlari sizni xursand qildimi? Xursand qildi. Xudo xolasa mana bu 3 oydan keyin keling dedilar. Mana kelamiz albatta. Bemorimiz haqiqatda jarrohlik amaliyoti o'tkazganlar 23-yilda. Shundan so'ng bir asorat orttirib olingan, ya'ni chap oyoqning qisman falajlanishi, bu chastishni parez deymiz. Xo'p, bu nima degani? Mana o'ng oyoqning kuchi bilan chap oyoqning kuchi bir xil emas. Mana shu yurganingizda oyoq kiyimlar tushib qolardimi chap oyoq panjada? Tushib qolardi. Tushib qolardi. Oyoq kiyimlarni kiyishga qiynalasiz. Qiynalamiz. Shu operatsiyadan keyin bo'ldimi sizda? Operatsiyadan keyin bo'ldi. Endi unda qanaqa o'lchamda qilishgan biz to'liq bila olmadik, vipiskalar ko'rsatilmadi bizga. Lekin hozir ham 5 mm atrofida 2-3 ta bel sohasida va 3-4 ta bo'yin sohasida disk churalari bor. Hozir bemorni biz 10 kun davomida davoladik. Mana bugun uyga ruxsat berib vipiskalarni tayyorlaganmiz. Endi boshqa sizda operatsiyaga ko'rsatma yo'q. Kimdir operatsiya qilmoqchi bo'lsa ham rozi bo'lmang. Biz shuni aytamiz sizga. Faqat shu muolajalarni 3 oyda, 6 oyda olib turish kerak. Shu grija bilan bemor bo'lgan kishilarga tavsiya qilamanki, mana shu Toshkentga kelib, shu klinikada tabobat qilsinlar. Juda ham hamshiralari ham, doktorlari ham yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Babasheva Sadat, Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'ir shahridan keldim. Oyog'imda og'riq kuchli edi. Kelganimda yemilish bor, belimda 2 ta grija bor, osteoxondroz bor. Sinallarga mingan kezda ushlab zo'rg'a minardim. Hozir 8 kun bo'ldi kelganimizga, muolaja olib o'tganimizga. Hozir yaxshi, bemalol o'zim minib chiqyapman sinalardan. Shuncha kasallik birdaniga rivojlanmaydi-da, demak yillar kerak bo'ladi, to'g'rimi? 5-6 yil og'rib yurib oyoqlarimda. Ko'p yursam og'riq kuchli bo'lib ketar edi. Saodat opa, bunday kasalliklar bilan bemorlar ko'pincha yoshi ulug' holatda murojaat qilishadi-da. Siz yoshsiz hali. Davolandingizmi? Ha, ko'p yerlarda davolandim. Lekin bu yerga keldim, 3 kundan belgi berdi. Yengillashdi, 3 kundan rezultat belgi berdi-da, 3 kun yengillar, 3 kun muolaja oldim, yengillash, o'zim yurishga tez yurishga harakat qildim. Zinalardan ham oson minib chiqyapman. 3 kunda samarasi sezildi. Mening qaynonam kelib davolanib ketadi-da. Davolanib yaxshi bo'lib ketdi. Bizlarga ham tavsiya qildi. Men ham onamni olib keldim. Ikkalamiz davolanyapmiz, yaxshi. Onamni ham nimalari yaxshi, hozir sog'liqlari. Salomat. Bemalol yuribdi o'zi ham. Kelganimda 2 tizzalarimda og'riq kuchli edi. Belimda bor edi og'riq. Shu enkayib qo'ldan bir ololmas edim. Hozir bemalol yuribman, zinalardan bemalol minib chiqyapman. Ancha og'riqlarim yengillashdi. Rahmat. Davolayotgan doktorlarimizga ham rahmat. Doktorlar bu yerga kelishni hammaga tavsiya etaman. Bilimli doktorlar bor bu yerda. Samarasi ham darhol seziladi. 3 kundan sezildi samarasi. O'zbekiston Respublikasi xususiy tibbiyot tizimi rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan. Umurtqa pog'onasi disk churrasini jarrohlik amaliyotsiz davolash uslublarini O'zbekistonda amaliyotga tatbiq etgan. Tayanch harakat tizimi kasalliklarini zamonaviy va xalq tabobati uslublarini uyg'unlashtirib, davo uslublarini ommalashtirgan. O'zbekiston Respublikasi tibbiyotiga birinchi bor zarbali to'lqinli terapiya uslubini qo'llagan va tatbiq etgan. Xalq hurmatiga sazovor bo'lgan olim, tibbiyot fanlari nomzodi Omon Xo'jayev boshlagan va rivojlantirgan davo uslublari Omon Xo'jayev barpo etgan Monada Omon klinikasida davom ettirilmoqda. Klinikada Omon Xo'jayevning ishonchini qozongan shogirdlari sidqidildan ustozning ishini davom ettirishmoqda. Monada Omon shifo klinikasida bo'yin sohasidagi 4 mm gacha, bel sohasidagi 6 mm gacha bo'lgan disk grijalari, birinchi va ikkinchi darajali tizza son bo'g'im artrozlari, shuningdek bosh, bo'yin, yelka, ko'krak, bel,
qo'l oyoqlardagi og'riqlarni operatsiyalarsiz, kimyoviy dorilarsiz. Shvetsariya, Buyuk Britaniya, Yaponiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy apparatlar va tabiiy malhamlar bilan davolanadi. To'liq ma'lumot uchun YouTube'dagi Monodomon kanalimizga kiring. Tugmachani bosib, a'zo bo'lishni unutmang. Yapon olimlarining bir gaplari bor. Yoshlik keksalikni ta'minlash uchun beriladi. Yoshimiz ulg'ayganda sog' salomat va baxtli yashashimiz uchun yoshlikda bizga berilgan imkon, salomatlikning qadriga yetmog'imiz lozim. Aziz teletomoshabinlar, bu galgi ko'rsatuvimiz orqali sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim qila olgan bo'lsak, bundan benihoya mamnunmiz. Agarda sizda kasalliklar haqida savollar tug'ilgan bo'lsa, ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz esa sizning savollaringizdan kelib chiqqan holda keyingi ko'rsatuvimizni tayyorlashga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.